bu gapni o'sha kommentariy yozadiganlarga oldin darvozamiz diskini qalinligini burish desam, haligi guruchlis bo'lmaydi, birligi bo'ladi deyishadi. Bu darvozamiz 2 yillik desam ishonasizlarmi? 2 yillik emas, 2 turda yasaganmiz. Mana so'z isboti bilan mana ikkalamiz 75 kilodan bo'lsa 150 kilomiz. Sudan bemalol yuryapmiz, mana. Bemalol yuryapmiz. Agar ishonmasalaring, lipoy darvozani ustiga bitta o'zingiz chiqib ko'ring, shunda ishonadi. Agar sizlarga ham shunday mustahkam baquvvat darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Agar darvozani yoqqan bo'lsa, yurashdan kuzatib turasizlar. Agar sizlarga ham shunday darvoza kerak bo'lsa, mana ekranda telefon nomerimiz qoldirib o'tamiz. Aloqa chiqaring. Assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchi xizmatchilarimiz. Yana navbatdagi darvozani sizlarga qisqacha video obzorni beramiz. Bu darvozamizni Jallobodga Suzuki Aptil o'rnatdik. Bu darvoza o'sha high-tech variantda ishlatilgan, o'sha gibrid varianti. Nimaga gibrid deyiladi? Bu darvozamizda mana bu qo'lni mo'ylab shtampovka bo'lgan. Mana bu joylari yaqinroqdan ko'rsatsam uka mana. Hali 1.8, 1.5 list ishlanadi. Nimalar, lazerli joylari bor. Shu hisobiga buni gibrid deyiladi. Bu darvozamiz eniga 380, balandligi ham 380 bo'lgan. Biz kvadrat metrni 8000 so'mda o'rnatib berganmiz. U kishi 120 ming o'rnatganmiz. Bu darvozani listga keladigan bo'lsak, bo'yagidagilar gapirib o'tdim, listlarni qalinligi o'sha 2 turda bo'lgan. Bemalol kelib kuzatib ko'rishlaringiz mumkin. Agar местоположениесini ham tashlab beramiz deb ko'raman desangiz, to'rnimi, kattasi ham, kichkinasi ham hammasi o'sha 2 turlik lista bo'lgan. 2 ligi deysizmi, 2 tur deysizmi, hamma listidan bor. Bemalol telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Faqat pulida raznica o'ynab qo'yadi xolos, ozmasiga.